Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2 avgustdan boshlab yangi qonun va qoidalar sabab ko'pchilik o'zbekistonliklarning hayoti, ayniqsa ishlash, ro'yxatdan o'tish, hujjat yuritish, jarima bank kartasi, ijara va migratsiya masalalarida oldingidek bo'lmaydi. Bu gap vahima uchun emas, tayyorgarlik ko'rish uchun aytilyapti. Agar siz Rossiyada, Qozog'istonda, Turkiyada yoki boshqa davlatda ishlayotgan bo'lsangiz, agar yaqinlaringiz chet elga ketmoqchi bo'lsa, agar siz uy ijaraga bergan bo'lsangiz, bank kartangizdan boshqa odam foydalanayotgan bo'lsa yoki hujjatlaringizni keyin qilaman deb yurgan bo'lsangiz, bu video sizga albatta kerak bo'ladi. Ma'lumotni oxirigacha eshiting, chunki bitta noto'g'ri qadam jarima. Deportatsiya, bank bloklanishi yoki ishni yo'qotishgacha olib borishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday o'zgarishlarni oddiy xalq tushunadigan tilda, hujjat, pul va hayotiy misollar bilan tushuntirib boraman. Avval ko'pchilik qanday yashardi? Chet elga boradi, ish topadi, patentni keyin qilaman. Registratsiya bir haftaga kechiksa hech narsa bo'lmaydi. Karta amakivachchamning nomida bo'lsa ham ishlataveraman. Ijara shartnomasini yozmasak ham bo'ladi. Soliqni hech kim so'ramaydi deb yurardi. Ko'p odamlar hujjatga jiddiy qaramasdi. Chunki avval ayrim joylarda tekshiruv kamroq edi. Tizimlar bir-biri bilan to'liq bog'lanmagan edi. Odam og'zaki kelishuv bilan ishlardi. Uy egasi bilan qo'l berib kelishardi. Ish beruvchi ertaga rasmiylashtiramiz deb o'ylar davomida cho'zardi. Endi esa vaziyat boshqacha bo'lyapti. Davlatlar migratsiya, soliq, bank, yash manzili, mehnat shartnomasi va shaxsiy ma'lumotlarni bir-biriga bog'layapti. Ya'ni bir joyda xato boshqa joyda ham ko'rinadi. Masalan, siz ro'yxatda boshqa manzilda turibsiz, lekin amalda boshqa joyda yashayapsiz. Oldin bu masala e'tibordan chetda qolishi mumkin edi. Endi tekshiruvda yoki ma'lumotlar bazada farq chiqsa, sizdan izoh talab qilinadi. Yoki sizning nomingizga ochilgan bank kartasidan boshqa odam pul aylantiryapti. Oldin qarindoshim ishlatyapti deb o'tib ketish mumkin edi. Endi esa shubhali operatsiya bo'lsa, bank kartani bloklaydi, manbani so'raydi. Hatto soliq yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlar qiziqishi mumkin. 12 avgustdan boshlab kuchayadigan asosiy yo'nalish shuki. Hujjatlar tartibli bo'lishi kerak. Yashash manzili aniq bo'lishi kerak. Ishlash rasmiy bo'lishi kerak. Pul aylanmasi tushunarli bo'lishi kerak. Chet elda yurgan fuqaro o'z maqomini doim nazorat qilib turishi kerak. Men buni oddiy qilib aytaman. Ko'rinmay yurish davri tugayapti. Endi har bir odamning qayerda yashayotgani, qayerda ishlayotgani, qanday pul olayotgani va qaysi hujjat asosida turgani tobora ko'proq nazorat qilinadi. Birinchi navbatda xavotir olishi kerak bo'lganlar chet elda hujjatsiz yoki muddati o'tgan hujjat bilan yurganlar. Masalan, bir fuqaro Rossiyaga 9 kunlik tartibda kelgan, lekin ish topaman deb 5 oy yurib qolgan. U hali hech kim ushlamadi-ku deb o'ylashi mumkin. Lekin muammo shundaki, chegaradan kirgan sana bazada turadi. Siz qayerdadir mehmonxonaga joylashsangiz, bankka borsangiz, poliklinikaga murojaat qilsangiz, ishga kirishga urinsangiz, ma'lumotlaringiz tekshiriladi. Agar muddat buzilgan bo'lsa, jarima, chiqarib yuborish yoki qayta kirishga taqiq xavfi paydo bo'ladi. Ikkinchi guruh, registratsiya yoki vaqtinchalik ro'yxatdan o'tishni rasmiy qilmaganlar. Hayotiy misol, 3 nafar o'zbekistonlik bir xonadonda yashaydi. Uy egasi men registratsiya qilib bera olmayman, qo'shnilar bilib qoladi deydi. Yigitlar esa ishlashda davom etadi. Bir kuni yo'lda hujjat tekshiruvi bo'ladi. Pasport bor, lekin yashash manzili bo'yicha hujjat yo'q. Shu yerda muammo boshlanadi, jarima ish beruvchi bilan muammo. Hatto keyingi hujjatlarni rasmiylashtirishda rad javobi bo'lishi mumkin. Shuning uchun yashash joyi masalasida og'zaki kelishuv yetarli emas. 3-guruh, rasmiy mehnat shartnomasisiz ishlayotganlar. Ko'p odamlar qurilishda, kafeda, omborda, taksida, yetkazib berishda ishlaydi. Ish beruvchi senga kuniga 2500 rubl beraman, hujjat shart emas deydi. Bir oy ishlaysiz, keyin pulning yarmini bermaydi. Siz shikoyat qilmoqchi bo'lasiz, lekin shartnoma yo'q. Natijada siz ham himoyasiz qolasiz. Ish beruvchi esa men uni tanimayman deyishi mumkin. Yangi tartiblar kuchayganda aynan norasmiy ishchilar eng ko'p zarar ko'radi. Chunki ularda ish joyini isbotlovchi hujjat bo'lmaydi. 4-guruh, bank kartasini boshqalarga berganlar yoki boshqa odamning kartasidan foydalanayotganlar.
Masalan, sizning nomingizga karta ochilgan, lekin uni do'stingiz ishlatadi. U karta orqali har oy 100 ming, 200 ming, 500 ming rubl aylantiradi. Siz bu mening pulim emas deysiz. Lekin bank uchun karta egasisiz. Shubhali pul kirib chiqishi bo'lsa, savol sizga keladi. Pul qayerdan keldi? Nima uchun keldi? Tovar sotdingizmi? Xizmat ko'rsatdingizmi? Soliq to'ladingizmi? Agar tushuntira olmasangiz, karta bloklanishi, hisob muzlatilishi, keyinchalik boshqa banklarda ham muammo chiqishi mumkin. 5-guruh. Uy ijaraga berayotganlar va ijarada yashayotganlar. O'zbekistonda ham, chet elda ham ijara munosabatlari asta-sekin rasmiylashtirilmoqda. Masalan, Toshkentda bir kishi uyini talabalarga ijaraga berdi, lekin shartnoma tuzmadi. Keyin qo'shnilar shikoyat qildi yoki soliq organlari ijara daromadi borligini aniqladi. Natijada uy egasi jarima to'lashi mumkin, ijarachi esa manzil bo'yicha hujjatsiz qolishi mumkin. Chet elda esa bu yanada jiddiy. Siz yashayotgan manzil tasdiqlanmasa, migratsion maqomingiz xavf ostida qoladi. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Hujjatlari to'liq bo'lganlar. Ya'ni pasport muddati joyida kirish-chiqish sanalari buzilmagan, ro'yxatdan o'tgan, ishlashga ruxsat yoki patent olgan, mehnat shartnomasi bor, tibbiy sug'urtasi bor, bank kartasidan faqat o'zi foydalanadi, yashash manzili real va hujjatda ko'rsatilgan manzil bilan mos. Bunday odamlar ham e'tiborsiz bo'lmasligi kerak, lekin ular uchun xavf ancha past. Men sizga raqamli misol bilan tushuntiraman. Birinchi odam oyiga 50 ming rubl topadi, lekin patent, registratsiya, sug'urta va shartnoma yo'q. U bir qarashda ko'proq pul olayotgandek ko'rinadi, chunki xarajat qilmayapti. Ikkinchi odam oyiga 75 ming rubl topadi, lekin hujjatlari rasmiy. Birinchi odam tekshiruvga tushsa, bir kunda barcha daromadini yo'qotishi, jarima to'lashi, ishdan ayrilishi va uyiga qaytishga majbur bo'lishi mumkin. Ikkinchi odam esa kamroq pul olayotgandek bo'lsa ham xotirjam ishlaydi. Ish beruvchi bilan bahslashganda huquqini himoya qila oladi. Keyingi safar kirishda muammo kamroq bo'ladi. Endi eng muhim nuanslarga o'tamiz. Birinchi nuans, men faqat mehmonman degan gap hamma vaqt qutqarmaydi. Agar siz chet elga borib do'stingiznikida yashasangiz, lekin muddatidan ortiq qolsangiz yoki ishlashni boshlasangiz, siz endi oddiy mehmon emas, migratsiya qoidalariga bo'ysunadigan shaxssiz. Mehmon sifatida kirish bilan ishlash huquqi bir xil narsa emas. Ko'pchilik shu yerda xato qiladi. Men hali rasmiy ishga kirmadim, faqat sinov muddatidaman deydi. Lekin amalda ish bajarayotgan bo'lsangiz, bu mehnat faoliyati deb baholanishi mumkin. Ikkinchi nuans. Hujjatni vositachi orqali qilish juda xavfli. Ko'chada yoki Telegram guruhida registratsiya qilib beraman, patent chiqaraman, taqiqni olib tashlayman, baza tozalayman degan e'lonlar ko'p. Ayrimlari mutlaqo firibgar. Ular sizdan 5 ming, 10 ming, 3 ming rubl oladi. Soxta qog'oz beradi. Siz esa tekshiruvda bilasizki, hujjat bazada yo'q. Eng yomoni, soxta hujjat ishlatganlik uchun oddiy jarimadan ko'ra og'irroq javobgarlik kelishi mumkin. Shuning uchun hujjatni faqat rasmiy idora, rasmiy portal, vakolatli markaz yoki ishonchli yuridik xizmat orqali tekshirib qiling. Uchinchi nuans, eski jarimalar kelajakda kirish-chiqishga ta'sir qiladi. Masalan, siz 2 yil oldin yo'l qoidasi bo'yicha yoki migratsiya bo'yicha jarima olgansiz, lekin unutildi deb o'ylagansiz. Asli jarima bazada turishi mumkin. Keyin chegaradan o'tayotganda yoki yangi hujjat rasmiylashtirayotganda muammo chiqadi. Shuning uchun har bir fuqaro o'zining jarimalarini, taqiqlari bor yo'qligini, qarzdorliklarini oldindan tekshirish kerak. 4-nuans. Pasport muddati. Ko'pchilik pasportning amal qilish muddatiga oxirgi oyda qaraydi. Bu juda katta xato. Agar pasportingiz muddati tugashiga 6 oy yoki undan kam qolgan bo'lsa, ko'p davlatlarda kirish, viza olish, mehnat hujjati rasmiylashtirish yoki bank operatsiyalarida muammo bo'lishi mumkin. Masalan, siz 12 avgustdan keyin ishga kirishga bordingiz, lekin pasportingiz datoyda tugaydi. Ish beruvchi sizni rasmiylashtirishdan bosh tortishi mumkin, chunki hujjat muddati yetarli emas. 5-nuans. Manzil masalasi. Siz qog'ozda bir manzilda, amalda boshqa manzilda yashasangiz, bu kichik xato emas. Ayniqsa chet elda migratsiya xizmati uchun manzil juda muhim. Chunki davlat sizni qayerdan topishini, siz qayerda yashayotganingizni bilishi kerak. Agar hujjatda ko'rsatilgan manzilda sizni hech kim tanimasa, bu odam faqat qog'ozda ro'yxatdan o'tgan degan shubha tug'iladi. Bu esa keyingi ruxsatnomalarga ta'sir qiladi. 6-nuans, bolalar va oila a'zolari. Ko'p odamlar
o'zi hujjatlarini to'g'rilaydi, lekin rafiqasi yoki farzandlari hujjatlarini unutadi. Bola maktabga borishi, poliklinikaga biriktirilishi, sug'urta olishi vaqtinchalik ro'yxatdan o'tish kerak bo'lishi mumkin. Agar ota-onaning hujjati joyida bo'lsa-yu, bolaniki tartibsiz bo'lsa, oilaning hammasi muammoga tushadi. Ayniqsa chet elda tug'ilgan bolalar bo'yicha tug'ilganlik guvohnomasi, konsullik ro'yxati. Pasport olish masalalarini cho'zmaslik kerak. 7-nuans. Menda tanish bor degan yondashuv endi ishlamasligi mumkin. Oldin ayrim odamlar tanish bilish orqali muammoni hal qilgan bo'lishi mumkin. Lekin raqamli tizim kuchaysa, tanishning ham qo'lidan ko'p narsa kelmaydi. Ba'zida taqiq turgan bo'lsa, jarima turgan bo'lsa, pasport muddati o'tgan bo'lsa, ishga ruxsat bo'lmasa, oddiy og'zaki gap bilan muammo yopilmaydi. Shuning uchun asosiy himoya tanish emas, to'g'ri hujjat. Endi men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, pasportingizni tekshiring. Amal qilish muddati qachon tugaydi? Ism, familiya, tug'ilgan sana. Pasport raqami barcha hujjatlarda bir xil yozilganmi? Agar pasport muddati yaqinlashgan bo'lsa, konsullik yoki ichki ishlar organlari orqali almashtirish jarayonini boshlang. Hali vaqt bor demang, chunki navbat. Hujjat tayyorlanishi pochta yoki safar xarajatlari vaqt oladi. Ikkinchi qadam, kirish-chiqish muddatingizni hisoblang. Qaysi davlatga qachon kirdingiz? Qancha qo'lishingiz mumkin? Qaysi hujjat asosida turibsiz? Telefoningizda alohida eslatma qo'ying. Registratsiya tugash sanasi, patent to'lov sanasi, viza muddati, sug'urta muddati. Men tavsiya qilaman, har bir muddat tugashidan kamida 20 kun oldin harakatni boshlang. Oxirgi kunga qoldirsangiz, bitta dam olish kuni yoki bitta navbat sabab qonun buzilishi mumkin. 3-qadam, yashash manzilingizni rasmiylashtiring. Uy egasi bilan ochiq gaplashing. Menga faqat yashash emas, hujjat ham kerak deb ayting. Agar uy egasi ro'yxatga qo'yishdan bosh tortsa, boshqa joy qidiring. Arzon ijarada hujjatsiz yashash keyin qimmatga tushishi mumkin. Ijara shartnomasida uy egasining pasport ma'lumotlari, manzil, ijara muddati, to'lov miqdori, kimlar yashashi, kommunal to'lovlar kimning zimmasida ekani yozilishi kerak. 4-qadam, ish joyingizni rasmiylashtiring. Ish beruvchidan mehnat shartnomasi yoki kamida yozma kelishuv talab qiling. Ish vaqti, oylik, to'lov sanasi, vazifa, yashash yoki ovqat xarajatlari kim tomonidan qoplanishi aniq bo'lsin. Aka, keyin yozamiz degan gapga ko'p ishonmang. Agar ish beruvchi hujjat qilmaslikka majbur qilsa, bu kelajakda sizni himoyasiz qoldiradi. Rasmiy ish sizga faqat qonuniylik emas, balki pulingizni talab qilish imkoniyatini ham beradi. 5-qadam, bank kartangizni tartibga keltiring. O'z kartangizni boshqa odamga bermang. Boshqa odamning kartasidan ham doimiy foydalanmang. Agar qarindoshingizga pul yuborsangiz, izohini aniq yozing. Oilaviy yordam, qarz qaytarish, uy xarajati kabi katta pul o'tkazmalari bo'lsa, manbasini tushuntira oladigan bo'ling. Agar biznes qilsangiz, rasmiy tartibda faoliyat yuritishni o'ylang. Karta bloqlansa, bankka asabiylashib borishdan oldin hujjatlarni tayyorlang. Pasport, daromad manbasi, shartnoma, chek o'tkazma izohi. 6-qadam, jarima va taqiqlarni tekshiring. Qaysi davlatda bo'lsangiz, o'sha davlatning rasmiy xizmatlari orqali qarzdorlik, jarima, migratsiya cheklovi bor yo'qligini bilib oling. Telegramdagi noma'lum botlarga pasport ma'lumotlaringizni kiritaverish xavfli. Faqat rasmiy saytlar, konsullik, davlat xizmatlari markazi yoki ishonchli yurist orqali tekshiring. Agar jarima bo'lsa, to'lang va kvitansiyani saqlang. Suratga olib telefoningizda ham, bulutli xotirada ham saqlab qo'ying. 7-qadam. Barcha hujjatlaringizning nusxasini tayyorlang. Pasport, migratsion karta, registratsiya, patent yoki ishlashga ruxsat, mehnat shartnomasi, ijara shartnomasi, sug'urta, tibbiy ma'lumotnoma, to'lov kvitansiyalari. Hammasini telefoningizda alohida papkaga joylang. Lekin faqat telefonga ishonmang. Telefon yo'qolsa yoki zaryadi tugasa, muammo bo'ladi. Muhim hujjatlarning qog'oz nusxasi ham bo'lsin. 8-qadam. Oila a'zolaringizni ogohlantiring. Ko'p muammo odamning o'zidan emas, qarindoshdan chiqadi. Masalan, akasi ukasining kartasidan foydalanadi, do'sti uning nomiga sim karta oladi. Xonadoshi ijara pulini vaqtida bermaydi. Uy egasi ro'yxatni bekor qiladi. Shuning uchun yaqinlaringiz bilan aniq qoida qo'ying. Hujjatni hech kimga bermang. Karta va sim kartani boshqaga ishlatmang. Pasport rasmini har kimga yubormang. Ish topib beraman degan odamga oldindan katta pul bermang. 9-qadam, agar muammo boshlangan bo'lsa, yashirmang.
Masalan, hujjat muddati o'tgan, registratsiya yo'q, ish beruvchi pul bermayapti yoki karta bloklangan. Bunday paytda eng yomon yo'l ko'rinmay yuraman deyish. To'g'ri yo'l vaziyatni hujjat bilan baholash, rasmiy maslahat olish, konsullikka murojaat qilish, yurist bilan gaplashish, jarimani qonuniy tartibda hal qilish. Muammoni qancha erta ko'rsangiz, yechim shuncha arzon va oson bo'ladi. 10-qadam. Yangiliklarni rasmiy manbalardan kuzating. Qonunlar tez o'zgaradi. Bugun bir muddat, ertaga boshqa tartib bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat mish-mish, qo'rqituvchi videolar yoki bir tanishim aytdi degan gapga ishonmang. Konsullik e'lonlari, migratsiya idoralari, davlat xizmatlari, rasmiy bank xabarlari va ishonchli ekspertlarning tushuntirishlarini kuzating. Xulosa shuki, 12 avgustdan keyingi yangi qoidalar oddiy odamni qo'rqitish uchun emas, tartibga chaqirish uchun ishlaydi. Lekin tartibsiz yurgan odam uchun xavf katta. Hujjat muddati, ro'yxat, ish ruxsati, ijara, bank kartasi, jarima va oila a'zolarining hujjatlari endi alohida emas, bir-biriga bog'langan masalalarga aylanmoqda. Men sizga ekspert sifatida shuni aytaman. Eng katta xato vahim emas, beparvolik. Agar siz hozir pasportingizni tekshirsangiz, yashash manzilingizni rasmiy qilsangiz, ish joyingizni hujjatlashtirsangiz, kartangizni boshqalarga bermasangiz va barcha muddatlarni nazorat qilsangiz, yangi tartib siz uchun katta muammo bo'lmaydi. Ammo ertaga qilaman deb yursangiz, ertaga kech bo'lishi mumkin. Kommentariyada yozing. Siz qaysi davlatdasiz va sizni eng ko'p qaysi masala xavotirga solyapti? Registratsiyami, ish ruxsatimi, bank kartasimi, ijara shartnomasimi yoki jarimalarmi? Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuvib yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini ham, hujjatini ham, kelajagini ham asrab qoladi.